Assalomu alaykum. Bugun bizda yangi rubrika. Rubrikamiz qanaqa bo'ladi? Ikkita ishtirokchimiz qo'llarida bir xil mahsulotlar turibdi. Shuni dondonziki o'ynagan holatda kim yutqizsa dondonzikida bitta maqol aytadi, o'shangacha ikkinchi ishtirokchi yeyaveradi. Tushunarli? 1 2 3 ketdi. Let's go. Ota do'st so'zini tashlab boshqa tashlab. Dondonziki. Nima? Mehnating tagi sariq oltin. Otam. Uchamizni qilib saylasa, hazab qo'shim. Nima? Otam. Otan shu otga tushsang kuymaysan. Tushunmayapmiz. Otan uchun otga tushsang kuymaysan. Otangga cho'tga tushsang kuymaysan. To'g'ri tushunasizlar? Sen Do'st bilan ovoz o'yin gal bo'lsa u vayronaga qol. What? maqol ayt. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar. Kelsa, davay dondonziki. Asotga bir qamchi, yomon otga ming qamchi. Ketdi. Dondonziki. Va! Yutqizding, oshna pashti. Bunda bitta qoldi. Kameraga ko'rsatib qo'ying deysiz. Aldama, aldasang ham aldanma. Yo'qoldi narsa boshqatda. Aldangancha aldanma. Ayozbekka qarsanglar g'alaba qozondilar. Sizga sovg'amiz bor. Karavan chickendan mahsulot. Mana shu mahsulotini bemalol uyga borib, mana o'rtog'ingizdan birga pishirib yesangiz bo'ladi. Shunday qo'raman. Xuddi mana shunaqa yeganingizda. Qanaqa ekan? O'ndan necha berasiz? 100 berasiz. Rahmat. Bu sizga. Salomat bo'ling, charchamang, ishingizga omad.